bir qizning mahallaga yolg'iz otliq kelib, Ziyovuddinning hovlisiga kirib ketganini, o'standa kochguldan suv elayotgan Muxtar boyning cho'ng kelini hammadan burun ko'rdi. Ajoyib yasangan, ajoyib chiroyli bir qizning ajoyib egar jabduqlari bor, o'ynaqlab turadigan otni minib, o'ylanmagan yosh yigitning hovlisiga kirib ketishi ajoyib cho'ng ish. Kelin alaqsadi bo'lib, ikki chilek suvni toshtonga qo'ydi-da, yog'liqning mo'risiga tushib qolishiga qaramay, ko'ni kashini shipildatib, uyma-uy kirib, bu cho'ng ishni xabar qilib bo'ldi. Go'yo ulug' oxunning uyiga o'g'ri kelgandek edi. Olabaytalning cheriklari ziyakni bog'lab ketgan edik. Cheriklar ikki bolani etib-atgandek edi. Mahalla ayollari bolalarni qo'ltiqlariga qisishgan, eski choponlarni yepinchoqlashgan. Ko'ni piyma kalashlarni so'rashgan holda ko'chaga chiqishdi va Ziyovuddinning uyiga qarshib, yaqinlarni tutishib, "Tova" deyishdi. "Tova, tova, bu zamonning qizlarida hayo yo'q. Shahar qizlari degan shu. Pax, abris oyimdan qilishmoqdek. Nurina oshnasi izlab chiqibdi-dak. Nikoh qilg'izmisizmi, ha?" Ayollar hol so'rgan, tilak tiligan, qurt so'rgan bo'lib. Ba'zilari Ziyovuddinning uyida neni bo'lmasa non yiqib beraymi degili kirgan bo'lib, kayni-kaynidan kirishib, panjaradan asta marashdi. Ulardan bir nechasi suyishayotgan yoshlarni ko'rib, kashining tushib qolganiga qaramay, "Voy rasvochilik" deyishib, Qushnachining uyiga yugurishdi. Ba'zilari Nurini tillishib, o'lib ketgan Rayhon Gulning o'g'lining shikoyatini qilib yig'lashdi. Lekin ularning to'lisining oshnalari bor. Ular yig'illarda, qizning, chig'ning, tomning dildillarida oshnalar bilan oldirib tenab ishni tugitib, ishtonlarni ko'tarib alaqsada bo'lib ketishyapti. Bu ishlar ular uchun ayib emas. Shahardan bir qizning yigitni izlab chiqishilar cho'ng gunoh, hayosizlik, buzuqchilik, nomussizlik. Mana bu yezi odati, taranchi axloqi, Uyg'urlarning fikr qilish odati. Hatta bu ishqa